Musofirlar o'z oilasini moddiy ta'minoti uchun kerak bo'lsa qora ishlar bilan band bo'lib, onasi bilan bir daqiqa bo'lsa-da gaplashishga o'zida ehtiyoj sezadi, lekin ishi sabab qo'ng'iroq qila olmaydi. Endi ikkinchi tomon bor. Soatlab kuni bilan onasining yonida yuradi, lekin onasi bilan emas, balki qizlari bilan telefonda soatlab gaplashadiganlar bor. Shu ma'noda onasini haqiqatda sog'inadiganlar bu musofirlar. Uzoq manzillardan xohlaydi gaplashishni, u bilan dardlarini o'rtoqlashishni xohlaydi, lekin uddalasha olmaydi. Nega? Chunki oilani tashvishi bilan yurgan bo'ladi. Shu ma'noda haqiqiy sog'inch bu musofirlarning onasiga bo'lgan sog'inch.